Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Bugun biz juda muhim va ko'pchilikni tashvishga solayotgan bir mavzuni, aynan nafaqalardan ushlab qolish, yangi jarimalar va bu qanday qilib nafaqangizning yarmini yo'qotishingizga olib kelishi mumkinligi haqida batafsil gaplashamiz. Bu shubhasiz har bir nafaqaxo'rga bevosita tegishli bo'ladigan masala. Shu bois bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Chunki bu ma'lumot sizning moddiy ahvolingiz uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda nafaqaxo'rlar o'z huquqlarini bilishlari va mumkin bo'lgan muammolardan o'zlarini himoya qilishlari kerak. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va videoga like bosing. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib boradi va ularni ogoh etishga yordam beradi. Avvallari nafaqa aksariyat hollarda pensionerning asosiy daromadi sifatida deyarli daxlsiz hisoblanardi. Nafaqadan ushlab qolish faqatgina juda jiddiy sabablarga ko'ra, masalan, aliment majburiyatlari yoki katta miqdordagi sud qarorlari asosida amalga oshirilardi. Bunda ham ushlab qolinadigan summa odatda minimal bo'lib, pensionerning turmush tarziga katta ta'sir ko'rsatmaslikka harakat qilinardi. Davlat birinchi navbatda nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlashga ustuvor ahamiyat berardi. Ko'pchilikning fikricha, nafaqa bu ularning davlat tomonidan kafolatlangan va daxlsiz mablag'i edi. Odamlar o'zlarini nisbatan xotirjam his qilishardi. Chunki nafaqalardan katta miqdorda pul ushlab qolish deyarli imkonsizdek tuyulardi. Ayrim holatlarda kichikroq qarzdorliklar yuzaga kelganda ham ular odatda majburiy ijro byurosi tomonidan to'g'ridan-to'g'ri nafaqadan ushlab qolinmasdan pensionerning o'zi bilan kelishuv orqali yoki boshqa yo'llar bilan hal qilinardi. Bu davrda nafaqaxo'rlar o'zlarini nisbatan himoyalangan his qilishgan. Ammo bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. Raqamlashtirishning jadal rivojlanishi, davlat organlari va banklar o'rtasidagi axborot almashinuvining kuchayishi, shuningdek, davlat byudjetiga tushumni ta'minlashga qaratilgan qonunchilikdagi o'zgarishlar tufayli endilikda nafaqadan turli xil qarzdorliklar va jarimalar uchun ancha oson va tezkorlik bilan ushlab qolish mexanizmi shakllandi. Endi MIB xodimlari, banklar va hatto ba'zi kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ham ma'lum tartib-qoidalar asosida nafaqaxo'rlarning bank kartalaridagi mablag'larga, shu jumladan nafaqa pullariga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Bu bir tomondan qarz undirish jarayonini samaraliroq qilsa, ikkinchi tomondan nafaqaxo'rlar uchun jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Hozirda nafaqadan ushlab qolishning huquqiy asoslari kengaytirildi va ularni qo'llash amaliyoti kuchaytirildi. Shu bois nafaqamdan hech kim hech narsa ushlab qola olmaydi degan tushuncha endilikda o'z dolzarbligini yo'qotdi. Vaziyat o'zgarishiga ta'sir ko'rsatgan asosiy omillardan biri bu qarzdorliklarning yagona elektron bazalari yaratilishi va ularning turli davlat organlari va banklar bilan integratsiyalashuvidir. Bu tizimda qarzdorlik avtomatik ravishda aniqlanadi va undirish jarayoni ancha tezlashadi. Xo'sh, nafaqangizning yarmini yo'qotmaslik uchun nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotir olishi kerak va kimlarga xavotir shart emas? Keling, shu savollarga batafsil javob beramiz. Birinchidan, nimalarni bilishingiz kerak? O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, fuqarolarning daromadlaridan, shu jumladan nafaqalardan ham qarzdorliklarni undirishga ruxsat berilgan. Bu tartib O'zbekiston Respublikasining ijro ishlari to'g'risidagi qonuni va boshqa normativ huquqiy hujjatlarda belgilangan. Eng muhim qoida shuki, agar pensionerning bir nechta ijro hujjati bo'yicha undiriladigan mablag'lar bo'lsa, har oyda nafaqadan undirib qolinadigan miqdor uning nafaqasining 2% dan oshmasligi kerak. Ba'zi istisno holatlarda, masalan, aliment majburiyatlari bo'yicha yoki jinoyat natijasida yetkazilgan zararni qoplashda bu ko'rsatkich 7% gacha bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, nazariy jihatdan nafaqangizning yarmi, hatto undan ham ko'proq ushlab qolinishi mumkin. Qanday turdagi qarzdorliklar nafaqangizda ushlab qolinishiga sabab bo'lishi mumkin? 1. Kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorliklar, gaz, elektr energiyasi, ichimlik suvi, kanalizatsiya, chiqindi to'lovlari bo'yicha yig'ilib qolgan qarzlar. Bu turdagi qarzdorliklar bo'yicha sud qarorlari yoki ijro hujjatlari asosida MIB avtomatik ravishda undirishni boshlashi mumkin. 2. Bank kreditlari va mikro qarzlar bo'yicha qarzdorliklar. Agar siz bankdan kredit olgan bo'lsangiz va uni o'z vaqtida qaytarmagan bo'lsangiz, bank sud orqali ijro varaqasi olib,
nafaqangizdan undirishi mumkin. Shuningdek, boshqa birovning kreditiga kafil bo'lgan bo'lsangiz va asosiy qarz oluvchi to'lay olmasa, majburiyat sizning zimmangizga o'tishi mumkin. Uch soliq qarzdorliklari: ko'chmas mulk solig'i, yer solig'i, transport vositasi solig'i agar mavjud bo'lsa kabi to'lanmagan soliqlar. Ayrim hollarda agar nafaqaxo'r ishlashni davom ettirsa va daromad solig'i bo'yicha qandaydir muammolar yuzaga kelsa, bu ham undirilishi mumkin. 4. Ma'muriy jarimalar. Yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar. Masalan, avtomobilingiz bo'lsa va jarima qo'yilgan bo'lsa, mayda bezorilik yoki boshqa ma'muriy huquqbuzarliklar uchun jarimalar. Bu jarimalar o'z vaqtida to'lanmasa, MIB tomonidan ijroga qaratiladi. Besud qarorlari bo'yicha boshqa undirishlar, aliment majburiyatlari, mulkiy nizolar bo'yicha qarzlar, yetkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi qarorlar va hokazolar. Ortiqcha to'langan nafaqa mablag'lari agar sizga pension fondi tomonidan noto'g'ri hisob-kitoblar tufayli yoki sizning ma'lumotlarni yashirishingiz, masalan, ishlayotganligingizni aytmasdan nafaqa olishda davom etish sababli ortiqcha nafaqa to'langan bo'lsa, bu mablag'lar ham nafaqangizdan ushlab qolinishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Yuqorida sanab o'tilgan qarzlar yoki jarimalarga ega bo'lgan har bir nafaqaxo'r, bankdan kredit olgan yoki kimningdir kreditiga kafil bo'lgan pensionerlar, nafaqaga chiqqanidan keyin ham ishlashda davom etayotgan, ammo daromadlari haqida pension fondini xabardor qilmagan shaxslar, oldingi yillardan qolgan kommunal qarzlari borligi haqida biladigan yoki shubha qiladiganlar, nafaqasi hisob kitobida xato bo'lganini bilgan yoki gumon qilganlar. Kimlarga xavotir shart emas? Hech qanday qarzdorliklari bo'lmagan, barcha to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirgan va nafaqasi to'g'ri hisoblangan pensionerlar. Faqat minimal miqdorda nafaqa oladigan va boshqa daromad manbalariga ega bo'lmaganlar. Garchi ba'zi jiddiy qarzdorliklar, masalan, aliment bo'yicha hatto minimal nafaqadan ham ushlab qolinishi mumkin bo'lsa-da, bu holatlarda ham o'ziga xos himoya mexanizmlari mavjud. Keling, bir nechta real hayotdan olingan misollarni ko'rib chiqaylik. Bu holatlarning qanchalik jiddiy bo'lishi mumkinligini tushunishingiz uchun. Birinchi misol: kommunal qarzdorliklar. Yetim 2 yosh Dilbar buvi har oy 1 million dakinmaydi 1000 so'm miqdorida nafaqa oladi. Uning yashash xonadonida so'nggi 2 yil ichida yig'ilib qolgan elektr energiyasi va gaz uchun jami 4 million so'm qarzi bor edi. Uning farzandlari chet elda ishlar edi va to'lovlar bilan kamdan kam shug'ullanishardi. Kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bir necha bor ogohlantirish xatlari yuborishgan, ammo ularga e'tibor berilmagan. Oxir-oqibat elektr ta'minoti va gaz ta'minoti korxonalari sudga murojaat qilib, qarzdorlikni undirish haqida ijro varaqasi oldilar. MIB Dilbar buvining bank kartasiga, ya'ni nafaqa kartasiga ijro hujjatini yubordi. Endi har oy Dilbar buvining nafaqasidan ehtipojgacha, ya'ni 9000 so'm ushlab qolinmoqda. Bu degani Dilbar buvi bir oyda atigi 9000 so'm bilan kun kechirishi kerak. Qarzning umumiy summasi 4 million bo'lgani sababli bu undirish jarayoni qariyb 4-5 oy davom etadi. Bu muddat davomida u o'zining doimiy dori-darmonlarni sotib olishi va oziq-ovqat xarajatlarini qoplashda katta qiyinchiliklarga duch keladi. Bu holat uning moliyaviy barqarorligiga jiddiy putur yetkazdi. Ikkinchi misol: bank krediti bo'yicha kafil bo'lish. 65 yoshli Murod bobo har oy 2 million 500 ming so'm nafaqa oladi. U o'g'lining kichik biznesi uchun bankdan olgan 20 million so'mlik kreditiga kafil bo'lgan edi. Afsuski, o'g'lining ishlari yurishmay, kreditni o'z vaqtida to'lay olmadi. Bank Murod boboga kafil sifatida murojaat qildi, ammo u ham to'lay olmadi. Natijada bank sudga murojaat qildi va sud qarori bilan qarzni Murod bobodan undirish haqida ijro varaqasi berildi. MIB ijro varaqasini qabul qilib, Murod boboning nafaqa kartasidan har oy edis brendi miqdorida, ya'ni 1 million 2 ming so'm ushlab qolishni boshladi. Bu holatda Murod bobo nafaqasining yarmi bilan qarzni to'lash kerak. Bu uning o'z ehtiyojlari uchun qoladigan pul miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi va uning moddiy ahvolini keskin yomonlashtiradi. Kreditning umumiy summasi juda katta bo'lgani sababli undirish jarayoni uzoq muddatga cho'ziladi. Uchinchi misol: ortiqcha to'langan nafaqa. 28 yoshli Nodira opa muddatidan oldin nafaqaga chiqqan edi. U nafaqaga chiqqanda rasmiy ravishda ishlamaslik sharti bilan nafaqa belgilangan edi. Ammo u o'ziga yaqin bir korxonada norasmiy ravishda oyiga 20 million so'm maosh bilan ishlashda davom etdi. Bu haqda pension fondiga xabar bermadi.
Pensiyon fondi muntazam tekshiruvlar o'tkazadi va ma'lumotlar bazalarini solishtiradi. Bir kuni Nodira opaning norasmiy faoliyati aniqlandi va u so'nggi 2 yil davomida olgan ortiqcha nafaqa mablag'ini taxminan 80 million so'm qaytarish kerakligi haqida xabardor qilindi. Pensiyon fondi o'z navbatida nafaqadan oyiga 20 baden miqdorida agar nafaqasi 20 million 600 ming so'm bo'lsa, 720 ming so'm ushlab qolish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu holatda ekib pazentidan kamroq ushlab qolinayotgan bo'lsa-da, qarzning umumiy miqdori katta bo'lgani uchun uzoq muddat davomida har oy ma'lum bir miqdor ushlab qolinishi Nodira opaning byudjetiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Endi esa qoidalardan istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan holatlar haqida to'xtalamiz. Bu ma'lumotlar sizni yanada puxta tayyorlashga yordam beradi. Qoidalardan istisnolar. Minimal tirikchilik darajasini himoya qilish O'zbekiston qonunchiligida nafaqadan ushlab qolinadigan mablag'lar bo'yicha umumiy maksimal foiz belgilangan bo'lsa-da, odatda ehlilik ayrim holatlarda yetilmagan. Eng kam ish haqi miqdoridan kam bo'lmagan qismini fuqaroga qoldirish prinsipi mavjud. Ya'ni agar sizning nafaqangiz juda kam bo'lsa va undan ushlab qolish sizni tirikchiliksiz qoldirsa, bu holatda sud yoki MIB ushlab qolinadigan miqdorni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Ammo bu avtomatik ravishda sodir bo'lmaydi. Siz bu haqda murojaat qilishingiz kerak. Aliment majburiyatlari, voyaga yetmagan majburiyatlari, voyaga yetmagan farzandlar uchun aliment undirishda nafaqadan ushlab qolinadigan maksimal miqdor 7% gacha bo'lishi mumkin. Bu davlatning bolalar manfaatlarini himoya qilishdagi ustuvorligini ko'rsatadi. Og'ir tan jarohati yoki o'lim natijasida yetkazilgan zararni qoplash. Bunday turdagi sud qarorlari bo'yicha ham undirish miqdori yuqoriroq bo'lishi mumkin. Chunki bu holatlarda jabrlanuvchiga yetkazilgan ziyonni qoplash muhim ahamiyatga ega. Nogironlik nafaqalari. Umuman olganda, barcha turdagi davlat nafaqalari ijro hujjatlari bo'yicha undirishga tortilishi mumkin. Nogironlik nafaqalarini oluvchilar uchun alohida e'tibor va yondashuv talab qilinishi mumkin. Chunki ular ko'pincha davolanish va reabilitatsiya uchun qo'shimcha mablag'larga muhtoj bo'ladilar. MIB yoki sud bu holatni inobatga olgan holda undirish miqdorini belgilashi mumkin. Nozik jihatlar va kutilmagan holatlar, avtomatik ushlab qolish mexanizmi. Bugungi kunda banklar va MIB o'rtasida raqamli axborot almashinuvi juda rivojlangan. Bu shuni anglatadiki, ijro hujjati MIBga kelib tushishi bilan pensionerning bank kartasidagi nafaqa hisobidan avtomatik ravishda mablag' ushlab qolinishi mumkin. Ko'pchilik pensionerlar bu haqda mablag' ushlab qolingandan keyingina xabar topishadi. Chunki SMS xabar faqatgina pul yechib olingandan keyin keladi. Bu esa kutilmagan vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Xabardorlikning yo'qligi ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlarining qarzdorliklari haqida hatto bilishmaydi ham. Chunki ular ogohlantirish xatlarini ola olmasligi yoki ularga e'tibor bermasligi mumkin. Jarima yoki qarz uzoq vaqt to'lanmasdan qolib ketsa, uning ustiga penya va jarimalar yig'ilib dastlabki kichik summa ancha katta miqdorga aylanishi mumkin. Eski qarzdorliklarning tirilishi. Ba'zan yillar davomida to'lanmagan, unutilgan deb hisoblangan qarzdorliklar, masalan, yillar oldingi kommunal to'lovlar yoki sud qarorlari raqamli tizimlarda aniqlanib, birdaniga undirishga qaratilishi mumkin. Bu holat ayniqsa kutilmagan bo'ladi. Kafillik majburiyatlari. Agar siz birovning kreditiga kafil bo'lgan bo'lsangiz, asosiy qarz oluvchi to'lashni to'xtatgan taqdirda bank to'liq summani sizdan undirish huquqiga ega bo'ladi. Ko'pchilik kafil bo'lishning jiddiy oqibatlarini tushunmasdan rozilik beradi. Hisob kitoblardagi xatolar, MIB yoki pensiyon fondi xodimlari ham inson bo'lgani uchun xato qilishlari mumkin. Mablag' noto'g'ri undirilgan bo'lishi, summa noto'g'ri hisoblangan bo'lishi yoki umuman sizga tegishli bo'lmagan qarzdorlik uchun ushlab qolinishi mumkin. Bunday holatlarda o'z huquqlaringizni bilish va darhol choralar ko'rish muhimdir. Huquqiy maslahatning ahamiyati. Ko'pchilik pensionerlar huquqiy bilimlarga ega emaslar va qanday harakat qilishni bilishmaydi. Qarz undirish jarayonida har bir qadamning huquqiy asosini bilish va zarur bo'lsa, yuridik yordam olish juda muhim. Xo'sh, yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz lozim? Qarzlaringizni muntazam tekshirib turing. Kommunal to'lovlar. Mahalliy kommunal xizmat ko'rsatish idoralariga gaz, elektr, suv chiqindi murojaat qilib, qarzdorlik yo'qligiga ishonch hosil qiling. Hozirda ko'plab kommunal tashkilotlarning o'z mobil ilovalari yoki veb saytlari mavjud bo'lib,
ular orqali shaxsiy hisobingizdagi qarzdorlikni onlayn tekshirish mumkin. Masalan, Uzgaz.info, My Govuz portali orqali. Soliq inspeksiyasining rasmiy veb-sayti My-Soliq.uz yoki mobil ilovasi orqali mulk solig'i, yer solig'i kabi to'lanmagan soliq qarzlaringizni tekshiring. Bu juda oson va bir necha daqiqa vaqt oladi. Bank kreditlari, agar sizda bank krediti bo'lsa yoki kimningdir kreditiga kafil bo'lgan bo'lsangiz, kreditor bank bilan bog'lanib qarz qoldig'i va to'lov grafiki haqida ma'lumot oling. Har oy bankdan tasdiqlovchi chek yoki SMS xabarlarini saqlab qo'ying. MIBdagi ijro ishlari Majburiy ijro byurosining rasmiy veb-sayti Mibuz orqali shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport seriyasi va raqamni kiritib, sizga nisbatan qandaydir ijro ish qo'zg'atilganligini tekshirishingiz mumkin. Bu eng muhim qadam hisoblanadi. 2. To'lov cheklarini va hujjatlarni saqlab qo'ying. Barcha kommunal to'lovlar, bank to'lovlari va boshqa rasmiy to'lovlar uchun cheklarni, kvitansiyalarni saqlab qo'ying. Hozirda raqamli cheklar ko'payib bormoqda. Ularni elektron pochta qutingizda yoki mobil qurilmangizda saqlang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tortishuvli vaziyatda o'z haqingizni isbotlash uchun asos bo'ladi. 3. Agar qarzdorlik mavjud bo'lsa, uni imkon qadar tezroq bartaraf eting. Agar qandaydir qarzdorlikni aniqlasangiz, uni imkon qadar tezroq to'lashga harakat qiling. Agar to'lashga qodir bo'lmasangiz, kreditor bilan bog'lanib, to'lov muddatini uzaytirish yoki to'lov grafikini qayta ko'rib chiqish bo'yicha kelishuvga erishishga harakat qiling. Ko'pgina tashkilotlar bunday holatlarda mijozlarga yordam berishga tayyor bo'lishadi. 4. Agar nafaqangizdan pul ushlab qolinayotgan bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Kim undirayotganini aniqlang. Birinchi navbatda bankdan yoki MSMS xabardagi ma'lumotlar asosida qaysi tashkilot, MIB soliq qo'mitasi, pension fondi tomonidan mablag' ushlab qolinganligini aniqlang. Hujjatlarni talab qiling. MIBdan yoki tegishli tashkilotdan ijro varaqasi yoki qarorning nusxasini talab qiling. Bu hujjatda qarzning sababi, undiriladigan summa va g'asi asosida undirilayotgani ko'rsatilgan bo'ladi. Qarorni tekshiring. Agar ushlab qolingan summa yoki qarz sababi sizga tushunarsiz bo'lsa yoki u noto'g'ri deb hisoblasangiz, darhol tegishli organlarga MIB sud pension fondi murojaat qiling. Xato bo'lsa, siz undirishga e'tiroz bildirishingiz va undirilgan mablag'ni qaytarishingiz mumkin. Yuridik maslahat oling. Agar vaziyat murakkab bo'lsa yoki o'z huquqlaringizni himoya qilishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, malakali yuristga yoki bepul huquqiy yordam ko'rsatish markazlariga murojaat qiling. Ular sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi va zarur hujjatlarni tayyorlashda yordam berishi mumkin. 5. Muhim hujjatlarni yig'ib oling va saqlang. Pasport, nafaqa guvohnomasi, barcha to'lov cheklari, kommunal xizmatlar bilan shartnomalar, kredit shartnomalari, sud qarorlari va boshqa hujjatlarni tartibli holda saqlang. Bu hujjatlar sizga har qanday muammoli vaziyatda yordam beradi. Qayerga murojaat qilish kerak? Mahalla qo'mitasi ba'zi holatlarda mahalla faollari yordam berishi, vositachilik qilishi yoki maslahat berishi mumkin. Majburiy ijro byurosi, MIB, qarz undirish bilan bog'liq asosiy organ. Ular sizga ijro ish haqida to'liq ma'lumot berishadi. Pension fondining mahalliy bo'limlari, nafaqa hisob kitoblari, ortiqcha to'langan nafaqa bo'yicha masalalarda, soliq inspeksiyasi, soliq qarzdorliklari bo'yicha ma'lumot olish va tushuntirishlar olish uchun, bank, kredit qarzdorliklari bo'yicha, sud. Agar MIB qaroriga rozi bo'lmasangiz yoki undirish noqonuniy deb hisoblasangiz, sudga shikoyat qilishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, nafaqadan ushlab qolish masalasi bugungi kunda har bir nafaqaxo'r uchun jiddiy va og'riqli mavzu bo'lishi mumkin. Siz o'z huquqlaringizni bilishingiz, qarzlaringizni doimiy nazorat qilishingiz va har qanday shubhali holatlarda mutaxassislarga murojaat qilishingiz shart. Unutmangki, har bir qarzning o'z huquqiy asosi bor va sizning himoyangiz uchun ham qonuniy mexanizmlar mavjud. Bu ma'lumotlar sizni moliyaviy muammolardan himoya qilishga yordam beradi va sizni kutilmagan vaziyatlardan saqlaydi. Siz bu borada qanday fikrdasiz? Siz yoki yaqinlaringiz bunday vaziyatga tushganmisiz? Izohlarda o'z tajribangizni va savollaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.